mahsulotlar zarar emasmi deb so'raysizlar. Menimcha zararli narsani bunaqa katta yo'lga ofislari bo'lmaydi. Ofisni qurib qo'yishgan. Bitta magazin ochishni ham bilasizlar, qancha tekshiruvlardan o'tilinadi. Bu degani hamma tekshiruvlardan o'tilingan. Mana shu kofelarimizni ham Sog'liqni saqlash vazirligidan ruxsatga ega. Eng g'alami hammasida qani ko'rinmayapti. Mana halol sertifikati bor. Undan tashqari kataloglari bor. Mana har bitta mahsulotlarimiz haqida kitoblar bor. Hamma narsa ofitsialniy, hech qanaqa ximikat emas. Yana bitta narsa, har bitta mahsulotimizning orqasida sostavlari yozilgan o'zbekcha yozuvda. Nimaga o'zbekcha yozuvda deb ko'pchilik so'raydi. Qizlar aptekaga kirsanglar ham, misol uchun, dorilar hammasi orqasida o'zbekcha yozuv bo'ladi. Chet eldan keltirilgan dorilar ham eksport qilayotganda o'sha davlatning tilida, davlat tilida yozilinadi. Shundan ham bilsanglar bo'ladi. Halol, to'g'ri yo'l bilan kirib keladi O'zbekistonga.